3 ta o'g'lim bor. Erim qiz tug'maysan deb meni urishadilar. Nimadir deyin? O'g'il bo'lishi, qiz bo'lishi bu asosan erkak kishiga bog'liq. Nima eksang shuni olasan degan maqol bor bizani tilimizda. Ayollarda 23 juft xromosomi hammasi qiz bolalarning xromosomalari, erkaklarda bitta donasi shundan XY o'g'il bolalarniki, qolgan hammasi qiz bolalarning xromosomasi hisoblanadi. Qiz bola bo'lish uchun men bitta oddiy usulni hisob etib beraman sizlarga. Misol uchun ayol kishida hayz sikli 28 kundan iborat bo'ladigan bo'lsa, shuni 14-kuni ovulyatsiya kuni hisoblanadi. Hayz tugagandan keyin shu 14-kuni ovulyatsiyagacha saqlanmasdan jinsiy aloqa qilsa, shunda qiz bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Agarda ovulyatsiya kunigacha saqlanib, ovulyatsiya kunidan saqlanmay aloqa qilsa, unda o'g'il bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Avvalambor Allohdan, lekin shu kunlarga rioya qilsanglar, qiz bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi va albatta nima eksang shuni o'rasan, qiz yoki o'g'il bo'lishi Allohdan keyin erkak kishiga bog'liq.